Kaçta uçuş koptu? Allah, yüz olurlar var ya bırak. Ne lekin? Doğru ekan. Baskılagan bir avto olish kerak. Bugungi plan ham to'ldi. Uyga qaytsa ham bo'ladi vaqti yo'q. Servis bor ekanmi? Shu bilan chaqiraymi ekan? Mashina o'chib qoldi-da, ko'rding? Nima bo'lgan? Bo'ldi, nimadan keyin unaqa bo'ldi? Nima vashti kelgan sizlar o'chib qoldi? Bo'ldi. Tashab ketavering. Qo'rqamiz kechgacha. Qarab bering o'zi. Babinasini tushunganmi? Asad, mana buni babinasini yechganda yengidek qilib tozalab joyiga taqib qo'ylaring. Keling aka, yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Ha, rahmat. Ha, bitta tayyor aka. Nima bo'lgan ekan, aka? Babinasi to'plamay qo'ygan ekan aka, shu babinasi yengga qo'yib yubordi. Sinardan zamkani bor ekan. Mana qarab to'g'rilab qo'ygan xolos. Necha pul bo'ldi, aka? 1.270 ming so'm bo'ldi aka. Zapchastlari bilan. $1 qilib bera qoling aka. Hop, sağ ol aka. Boylikning ketidan quvib, orzulariga erisharkan, lek vaqtidan